Men Xudoyqulova Mashhura, Surxondaryo viloyatida Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universitetining bitiruvchi kurs talabasiman. Biz hozir viloyat bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasi bolalar yuz jah xirurgiya bo'limidan praktika amaliyotini o'tyapmiz. Bu yerda institut ma'muriyati tomonidan ko'plab imkoniyatlar yaratib berilyapti. Shaxsan bolalarda uchraydigan turli xil yuz jag kasalliklari, o'smalar va shu bilan bog'liq kasalliklarni praktika o'qituvchimiz bilan hamkorlikda yaqindan o'rganyapmiz. Men Rahim Sodiq Shavkatli, Buxoro innovatsion ta'lim va tibbiyot universiteti stomatologiya kafedrasida o'qituvchiman. Talabalarimiz yuz jag jarrohligi fanidan qatnashyapti. Bizlarda yuz jag jarrohligi bo'yicha 18 yoshgacha bo'lgan bolalarda turli xildagi nuqsonlar, travmadan keyingi jarohatlar, shuningdek yiringli yallig'lanish oqibatlari, yiringli yallig'lanishlar davolanadi. Talabalarga mana shu yerda amaliy mashg'ulotlarni o'tashlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berganmiz. Buning uchun markazimiz ma'muriyatidan, shuningdek innovatsiya universiteti ma'muriyatidan ham, rahbariyatidan ham minnatdorchilik bildiramiz. Universitetga omadlar tilab qolamiz.